o'zimiz jaydari qadrdonlarim uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora Nexia 3 Gibo varianti. Shu zo'r holatda turibdi. Manzaraga necha baho jigarlar. Bitta bosinglar bosaveringlar shu joyiga. 15 razmerdagi BBC diskalarda va shu rangiga safhadena qilib, chiroyli qilib qo'yib qo'yishibdi. Navarotlarini buni o'zi bitta temada. Bunga ancha pul ham tikilgan ekan, mashinaning o'zi ichiga ham. Hop, kraskasi bitta mana shu qanot bilan mana eshigini o'zida ekan, qolgan joyi top-toza ekan, bir padudar unaqa narsa emas. Ustalar bilan kelib ko'rib tekshirsalaring mumkin. 179 ming halol yurgan probegi. Deflektor, peshalkalar, mers rul, 4-pozitsiya avtomat korobka bu. Pioner metafon kolonka, metafonlar ham tiniqlar zo'rlar turibdi. Shom datchiklarigacha bor, pultlargacha bor. Hop. Hozir motorning atsiyalarni ochib ko'rsataman sizlarga. Hop, mashinamiz yil 2019-2019-yil metan gazlarigacha bor ekan. Pakelarni, 4-pakelarni metan gazlarigacha bor. Mashina realni hali olib minaman degan odamga tayyorlangan mashina ekan. Zo'r ekan lekin holati va shu ideal. O'zim ham maza qilyapman, reklama qilib ham, birovga tavsiya qilib ham. Oblisovkalardan yaxshi chiroqlarni qo'yib qo'ygan ekan, o'zi safhadena qilib. Realni zo'r ekan bu mashina, jigar. Havas qilib bosing laykni ham. Obunani ham havas qilib bosib qo'ying jigarim. Xo'p. Mashinamiz yillari 2019-yil, qaytarib o'tgan, yana bir o'tyapman. Oxirgi bo'ladigan, qo'lga tegadigan narxini 8400 ga berishadi. Egalar raqamini pastga yozib qo'yaman. Telefon qilib, ko'rib, savdolashib olishlaring mumkin. Jigarlar bosinglar bosib olinglar.